Assalomu alaykum bizni kutganlarga va tasodifan ko'rib qolganlarga. Sizlar bilan Bola tilidan va men Aziza Yoqubova biz boshladik. Assalomu alaykum. Nega podkastsiz? Nega podkastsiz? Mana menda ham bor, qarang. Mana, ko'rdingizmi? Nega saqlagansiz? Olib tashlaymi? Ha. Keling, olib tashlayman. Tasmi. Turursin, ha? Bo'l, turaver. Sizga olib qo'ying. Men o'zimnikini olib qo'yay. Nega? Nega? Chunki olib qo'ying. Nega olib qo'yay? Chunki. Ismingiz nima? Ismoil. Ismoil, qayerdan keldingiz? Men qayerdan? Sizni uyda kim erkalaydi? Opa. Nima deb erkalaydilar? Anaqa quchoqlaydi, o'padi. Bizga tirnoq nima uchun kerak? Chunki tirnoq yo'q bo'lsa-chi, qo'li sinib qoladi. Mana tirnoqni umuman tishlamaganman. Tishlamaganmiz. Tirnoqni tishlashadimi? Tishlamayman. Hech qachon tishlamayman. Buvim tishlaydi. Imron, adalar ishga bormasa nima bo'ladi? Kech qolib ketadi ishga. Keyin bo'lmaysanmi? Chiq deydi. Kim? Adam xo'jayin. Keyin xo'jayinni urishadi. Adangiz ishga bormasalar, uyda nima qiladilar? Qo'yib ketadi. Ada do'dirimizni ishga boring. Baqirib ketadi. Kim aytadi do'dirmisiz deb? Anaqa men aytaman-da. Dollar nima? Gapiradi dollar. Dollar gapiradimi? Dollar gapirtiradi-ku. Gapirdi. Tushsinmi? Hozir tushsa qochib ketasiz yana. Aytdingiz-ku, qo'rqmayman deb. Qarang, qo'rqmayman. O'yinchoq bu, ko'rdingizmi? Ushlab ko'ring. Ana. Qo'rqmaymiz endi. Yo'q, voy. Keyin jizza yesa nima bo'ladi? Zo'r bo'qlar kasal bo'lmaydi. Siz yeysizmi? Tomog'im og'risa endi jizza yeyman. Ha? Sizmi? Siz yetganingiz uchun yeyman endi. Olib keladi. Chaqiruvchilik qilsa, Adajon, qarang, meni Ismoil, meni ukam urdi desa chaqiruvchilik bo'ladi. Men oyim jahlimni chiqarsam yolg'on bo'ladi. Yana chaqiruvchilik qilsa akam meni urdi desa chaqiruvchilik qilmagin ukam deyman. Ko'chaga chiqsa nima qilish kerak? Qachela ushish kerak, kapta o'ynash kerak. Uyga chiqish kerak, ovqat yeyish kerak, uxlash kerak. Dadalar ishga ketsa nima bo'ladi? Adammi? Ishga ketsa adam ishlaydilar kompyuterda bosib. Qayerda ishlaydilar? Qayerda ishlaydilar? Uzoq xonada. Agarda ishga bormasalar nima bo'ladi? Adam gap eshitadilar. Kimdan gap eshitadilar? O'rtog'i. Nima deb gap eshitadilar? Kechir o'rtoq, bir bilmasdan kelibman bugun deyapti-da. Eng qiziqarli telefon kimniki? Oyimniki. Nega? Oyimchi o'ynalar singan. U qiziqarlimi oyna sinsa? Biza o'tib tashlaymiz-da. Chunki hamma o'yinni o'tkazganman, nima shuncha? Nima qiladi buni? Bu nima o'zi, Mo'mina? Bu Nachibeli. Bu oti nima buni? Nachibeli. Chaqaloq. Mo'mina, sizni kim uradi, ayting? Dadam uradi. Nimaga uradilar? Akamiz bor, akam ham uradilar. Nega uradilar? Tipratikan nima u? Ninalari bor tipratikan. Qayerda yashaydi u? Kanalda. Suv bo'yi bor-ku. Ha?
o'zimiz tepadagi kanal bor-ku. O'sha yerda Kanal bo'yida. O'pka nima ish qiladi o'pka? Supuradi. O'pka qayerni supuradi? Ko'chalarni supuradi. Men yaxshi ko'raman. Kimmi? U meni deyapti. Nega yaxshi ko'rasiz? Yaxshi ko'raman. Sizni kiprigingizni meni kiprigimga o'tkazsa bo'ladi? Qanaqa qilib? Unda o'lar. Unda u qosh-ku. Qosh? Qosh u. Bu o'limmaydi. Kiprigingizni. Yo'q, tuz nima uchun kerak? Ovqatga soladi. Ovqatga soladimi? Keyin nima bo'ladi? Keyin yeydi. Sasishga. Nima yeydi? Ketchup bilan sasishga. Ko'p gapiradiganlar kim bo'ladi? Balton. Nima? Balton. Nima degani u balton? Adam deganlar-da. Nima deganlar? Balton deganlar. Kimga ko'p shunaqa deydilar? O'ziga. O'zlarini aytadilar. Nima deydilar o'zlarini? Balton deydilar. O'zlarini o'zlari. Ataylar. Ataylar, kech keldim bugun. Yorim xafa bo'larmikan deb. Yuragida bormi tugu, qaydarga so'rarmikan deb. Astagina qilib bordim-o, boshdan yo'q nazar soldim-o. Sho'qmagayam borib qoldim-o, men yaxshi ko'rarmikan deb. Rashk qilasanmi? Qizg'anasan. Sanashni bilasizmi? Qani saning-chi? Aka. Kiri. Ajin, tiri. Kekkari. Yo'lingizda bitta bodring yotgan bo'lsa nima qilasiz? O'ylamanda uyga olib boraman. Keyinchi. Keyin uni to'g'ri edida ovqat yozaman. Bodringni. Boraman? Chiqish xohlaysizmi televizorda? Yo'q, oddiy odam shug'ulim ketaman, odam natija olganlar. Siz kimga o'xshaysiz? Odamga? Odamni anu kichkina to'g'rilar buzilgan. Burningizga nima qildi? Yoqadim. To'yda Nima qildingiz? To'yda yoqadim. To'ydami? To'yga Yoqamadim. Anu mama akamni anu yamitagasincha to'ymi degan. Agasincha to'y bo'ldi. Hammamiz bo'ldi. Yig'ladingmi, aldimi? Yo'q. Uxlab qoldik. Yo'q, yig'lamadim. Yig'lamadim. kechqurun uyg'onib ketsangiz nima qilasiz? Yo'q qilsam yo'q bo'ladi. Quloq nega kerak? Quloq? Chunki quloq yo'rligida garang bo'ladi. Agar farzandingizni bizning ko'rsatuvda ishtirok etishni istasangiz, internet sahifalarimizni kuzatib boring. Xayr, salomat bo'ling.